Bo'ldi aka, kelishdik. Ekskavatorni olib kelib, rastlayvering aka. Men pasportlarimni jo'natib qo'yamiz sizga. Bo'laveradi aka, xo'p. Ters deydi-ku aka. Xullas, mana 350 kilometr masofa bosib keldi akalar. Mana shu Volvo 140 talikni ko'rgani Inchondan Ulsanga shundoq keldik, ko'rdik va qirg'izistonlik klientga ko'rsatdik, video rasmlarni tashlab berdik. Joyda sotdik, joyda hujjatlarini qildik. Xudo xolasa bir haftaning ichida dokumentlarini tayyorlab Qirg'izistonga chiqarib yuborish harakatini qilamiz. Biz Arti Holdings kompaniyasi mana shunaqa holatda ishlaymiz. Sizlarga ham agar texnika kerak bo'lsa, mana shunaqa zo'r texnikalarni topib, boshqa modellarni ham topib, istagan joylarga yetkazib beramiz. Volvo 140 talik $57,000 Koreyadan, Inchondan Qirg'izistonga sotildi. Yo'l kiralari ichida faqat rasnamoshkalarni to'lab olib chiqib ketsa bo'ldi. 360 adapteri, bitta katta kovushi, qisqichi bor. Mana shu ko'rib turgan texnikalar. Izohlarda o'z fikringizni yozinglar. Like bosib videoga ulashib qo'yinglar. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Rahmat.